Zamon shiddat bilan rivojlanayotgan bu dunyoda sadosiz yashab o'tmoq nodonlikdir. Shahrisabz faol yoshlari loyihasi yoshlarni faollik, yaratuvchanlik, ilm-ma'rifatga chorlash hamda yuksak taraqqiyot yo'lining muhitini shakllantirish uchun tashkil topdi. Assalomu alaykum, hurmatli O'zbekiston yoshlari, hurmatli Shahrisabz elining yoshlari va bizni kuzatib turgan kuzatuvchilar. Har bir elning farzandi o'sha elning, o'sha yurtning kelajagi hisoblanadi. Biz Shahrisabz elining faol yoshlari sifatida bobomiz, ustoz, jamoat faoli Ismoil Miliyev ustozimizdan oddiga keldik. Marhamat ustoz, bizni kuzatib turganlarga o'zingiz haqingizda unda ilmiy kasbiy faoliyatingiz haqida qisqacha gapirib bersangiz. Men Miliyev Ismoil Bozorovich 1958-yilda Qashqadaryo viloyati Shahrisabz tumani Quchchi qishlog'ida tug'ilganman. Ana shu qishloqdagi umumiy o'rta ta'lim maktabida 1965-yil 1-sinfga borib, mazkur maktabni 1975-yilda a'lo baholar bilan tamomlaganman. Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika instituti tarix, jamiyatshunoslik, huquqshunoslik fakultetiga o'qishga kirib, mazkur o'qishni oliygohni tugatganimdan keyin o'z mehnat faoliyatini 1979-yilda o'zim o'qigan maktabda o'qituvchilik faoliyatidan boshlaganman. 1980-84-yillarda Lermontov nomidagi 41-umumiy o'rta ta'lim maktabida o'qituvchi bo'lib ishlaganman. 1984-yilda esa tumanimizdagi 44-maktabda maktab direktori lavozimida o'tib, 1987-yilgacha mana shu mazkur maktabda 44-maktabda direktorlik qilganman. 1987-yildan to 1994-yilgacha 38-umumiy o'rta ta'lim maktabida o'qituvchi, 1994-yildan to 1998-yilgacha shu mazkur maktabda direktor lavozimida ishlaganman. 1998-yildan to 1918-yilga qadar yoshga doir pensiyaga chiqqunimga qadar ana shu maktabda o'qituvchi lavozimida ishlaganman. Bu vaqtlar davomida man nafaqat maktabda o'qituvchilik, rahbarlik lavozimlarida, balki tuman, viloyat miqyosidagi jamoat ishlarida ham faol ishtirok etganman. Hozir yoshga doir pensiyadaman, lekin shunday bo'lsa-da, hali bir daqiqa ham jamoat ishdan o'zimni chetga olganim yo'q. O'zbekiston Respublikasi Ma'naviyat va ma'rifat markazi Shahrisabz tuman bo'limida targ'ibot guruhining rahbariman. Shahrisabz tuman nuroniylar kengashi a'zosi va kengash raisining birinchi o'rinbosari. Sizning davringizdagi yoshlar muhiti va imkoniyatlar hamda hozirgi davr muhiti haqida nima deysiz? Bizni davrimizdagi yoshlar bilan hozirgi zamon yoshlarini muhiti, ularni imkoniyatlari, sharoitlarini farqlab qiyoslaydigan bo'lsak, hozirgi davrdagi yoshlar bilan bizning davrimizdagi yoshlarni, o'sha davrdagi yoshlarni, yoshligimiz davridagi yoshlarni orasida farq osmon bilan yercha farq bor. Biz yoshlik davrimizda asosan 14-15 yoshga, o'smir yoshga yetgandan keyin ham maktabda o'qib, ham jamoat xo'jaligidagi paxtachilik brigadalarida darsdan keyin ishga chiqqanmiz. Bizga ish haqi to'larkan, o'smirlik davri deyiladi. Bu davr o'smirlik davrida bizning davrimizga barcha o'g'il qizlar o'smirlik davrini 14-15 yoshdan boshlab o'zini dastlabki mehnat faoliyatini oddiy kolxozchilikdan boshlashgan. Ham maktabda o'qiymiz.
ham maktabdan keyin biz dalaga ishga chiqib borardik. Hozir esa hozirgi yoshlarga qancha imkoniyat bo'lmasin, mehnatga nisbatan munosabat sal boshqacharoq tuyular menga, mehnatga nisbatan munosabat sal boshqacharoq tuyuladi. Lekin endi imkoniyat nuqtai nazaridan keladigan bo'lsak, hozirgi yoshlarning bilim olishi, shakllanishi uchun nihoyatda ko'p imkoniyatlar borki, mana shunday hozirgi imkoniyatlarni deyarli birortasi yo'q edi bizda. Mana shundan farqlanadi. Oddiy misol qilib, mana Farmon qishlog'ida Shaxsabz tuman ixtisoslashgan maktabi. Endi mana shu maktablarda masalan aytaylikki, o'qishga intilgan yosh kasbkorga ega bo'laman deb yaxshi o'qish uchun yoshlarimizga juda imkoniyat katta. Masalan aytaylikki, hozirgi vaqtda mana ijod maktablari, umumiy o'rta ta'lim tizimidan tashqari, maktablardan tashqari ijod maktablari, fanlarni chuqur o'rgatuvchi maktablar, prezident maktablari mavjudligi. Biz davrimizda unaqa maktablar mutlaqo bo'lmagan. Faqat biz o'zimiz o'qigan maktabda o'qiganmiz. O'sha paytda biz o'qigan davrlarda repetitor ta'limi degan ta'lim mutlaqo bo'lmagan. Biz mana shu maktabda o'qiganda har bir fanda 45 minutlik dars bilan cheklanganmiz xolos. Mana shu Farmon qishlog'idagi Prezident maktabi agentligidagi Shaxsabz ixtisoslashgan maktabida juda ham kuchli mutaxassislar, bilimli mutaxassislarning ta'lim berish natijasida ham bilimli yoshlarning chiqayotganligini guvoh bo'lyapmiz. Masalan, oddiy qilib o'sha Shaxsabz tuman ixtisoslashtirilgan maktabida SAT sertifikatga ega bo'lgan bir dona o'qituvchi tufayli o'nlab, yuzlab SAT sertifikatga ega bo'lgan yoshlar, bilimli o'quvchilar yetishib chiqmoqda. Uchinchi savolim, maktabda ham ancha yil faoliyat olib borgan ekansiz. Nima deb o'ylaysiz, o'quvchilarning ta'limdagi muammolari nimada va ularning ta'lim ishtiyoqini nimalar so'ndirmoqda? Biz maktabda o'qib yurgan paytda o'quvchilik davrida hozirgidek o'qituvchilarda oliy toifa, birinchi toifa, ikkinchi toifa darajalari bo'lmagan bo'lsa-da, sertifikatlarga, maxsus sertifikatlarga ega bo'lmagan bo'lsa-da, lekin hozirgi mana shunday sertifikatga ega bo'lgan yoki oliy toifali o'qituvchilardan kam bo'lmagan o'qituvchilar bizga dars mashg'ulotlarini o'tgan. O'z kasbining mohir ustalari, kasb fidoyilari bizga mana shunday dars mashg'ulotlari o'tganki, ana shularni sa'y harakati va tinimsiz mehnat tufayli bizni davrimizda oliy o'quvchilarga kirish nihoyatda ko'p edi. Birgina o'sha men maktabni 1975-yilda tugatganman. Birgina bizni 10-A sinfimizda 24 nafar o'quvchilar 13 tasi oliy o'quvchiga kirib o'qiyotgan edi. 13 nafari, shunda 7 nafari maxsus o'rta ta'lim muassasasi bo'lgan texnikumlarda o'qigan, qolganlari kasblar maktablarida o'qigan. Hozirgi davrda yoshlarga shunchalik e'tibor berilyapti, yoshlarning bilim olishiga, ta'lim olishiga juda katta imkoniyatlar yaratilishiga qaramasdan, men shu narsani sezyapmanki, kasb nuqtai nazaridan aytadigan bo'lsam, yoshlarimizni o'qishga, ta'limga nisbatan ishtiyoqi nihoyatda sust. Buni sababi nima? Buni sababi ota-onalarning maktab bilan bog'lanmaganligi, ota-onalarning farzandlarini yonini olib turishi, farzandlarning darsga borishini nazorat qilmasligi, mana shular hamda bolalarning o'zini aytaylikki maktabdan tashqari ta'limga mutlaqo deyarli qatnashmayotganligi mana shunday sabab bo'lyapti. Bundan tashqari bolalarning kitobga nisbatan badiiy mutolaaga nisbatan men 99% yo'q deb o'ylayman. Sababi hozir bolalar o'rtasida, yoshlar o'rtasida keng kitobxonlik qanchalik targ'ib qilinmasin, ana shu narsa yo'q. Chunki maktab ta'limdan tashqari mana badiiy mutolaa bilan shug'ullanish har bir yoshni aytaylikki iqtidorini,
aytaylikki dunyoqarashini, fikrlash qobiliyatlarini o'stirishni asosiy vositasi hisoblanadi badiiy mutolaa. Ana shu badiiy mutolaaning yo'qligi yoshlarimizni faqatgina hozirgi paytda turli xil ijtimoiy tarmoqlar bilan shug'ullanib, telefonga qattiq bog'lanib qolganligi men uncha xush ko'rmayman va buni yoqmayman. Telefonga qattiq bog'lanib qolishni o'zi ham ularni salomatligiga ta'sir qiladi, ham ularni aytaylikki ongini shakllanishiga nihoyatda salbiy ta'sir qiladi. Shunday. Sifatida men o'zim ham shu maktabda o'qiyman. Keltirib o'tirgan musalsallar mana o'zimni o'quvchi sinfdosh o'quvchilar ta'limga nisbatan ishtiyoqi sustligi bo'lishidan hatto mayli men o'qimayman, kundaligimga 2 qo'yib qo'ysangiz ham mayli menga farqi yo'q degan qabiliyatda ish tutayotganligi, shu so'zlarni o'quvchiga qarab baralla bemalol aytishayotganligi bu nisbatan achinarli holat. Keyingi savolimga o'tsak, umumta'lim maktablar tizimi qanchalik samarali deb o'ylaysiz yoki boshqa samarador muqobil tizim haqida hech o'ylab ko'rganmisiz? Masalan, mana shu o'quvchilarni muhit shunaqa bo'lib turgandan keyin ta'lim tizimini o'zgartirish kerakmi balki boshqa fikrlaringiz? Mana bu haqda qanday fikrim nihoyatda fikr bildirishim, aytaylikki o'zim takliflarim nihoyatda ko'p, asosi qisman aytib o'taman shu yerda. Birinchi navbatda masalan biz yuqorida aytib o'tdim, bizni davrimizda repetitor ta'limi yoki qo'shimcha ta'lim olish uchun ixtisoslashgan maktablar mutlaqo bo'lmagan. Biz mana shu qishloqdagi oddiy o'rta umumta'lim maktabda ta'lim olganmiz va 45 minutlik dars bilan cheklangan bizda bilim olishimiz. Shunga qaramasdan biz faqatgina mana shu qattiq o'qiganmiz, o'qituvchilarning bergan topshiriqlarni o'z vaqtida ado qilganmiz, o'zimiz mustaqil tayyorlanganmiz. Lekin bugungi kunda o'quvchilarni mana shunday ta'lim olishga nisbatan qator imkoniyatlar yaratilishiga qaramasdan, men shu tizimda, umumiy o'rta ta'lim tizimida ba'zi bir holatlar menga yoqmaydi. Bugungi kunda o'quvchilarni baholash mezonida kundalik qonuni kirib kelishi. Ota-ona telefon orqali o'g'lini baholanib ko'radi, boshqa bo'ladi. Men shu narsani istardimki, maktabda 1-sinfdan to 11-sinfga qadar kundalik daftar yuritilishini qat'iy o'rnatilishi kerak. Chunki kundalik daftar o'quvchi, maktab, ota-ona, o'qituvchi o'rtasidagi aloqa vositasi hisoblanadi. Endi tizimda qanday mana o'qituvchilarga qanchalik imkoniyatlar berilyapti, o'qituvchilarni yoshlarga ta'lim berish uchun o'qituvchilarni aytaylik shart-sharoitlari yaxshilanib boryapti, darslar o'tilyapti. Lekin o'quvchilar bunga sustkashligi ota-onalarni farzandlarini bilim olishiga nisbatan nihoyatda loqaydligi. 80% ota-ona deyarli farzandining kelajakdagi o'qishiga, ta'lim olishiga mutlaqo loqayd munosabatda bo'lib kelyapti. Ma'naviyatga nisbatan, buning asosiy sababi ma'naviyatga nisbatan moddiyatga berilib ketish mana shunday ta'sir ko'rsatadi deb o'ylayman. Keyingi savolga o'tadigan bo'lsak, jamiyatimiz haqida, jamiyatimiz ham ilmiy ham ma'naviy saviya jihatdan rivojlanishi uchun nimalar zarur va biz yoshlar nimalar qilishimiz kerak deb o'ylaysiz? Jamiyatimizning kelajagi uchun bugungi kunda amalga oshirilayotgan barcha tub iqtisodiy, siyosiy, ma'naviy, madaniy barcha islohotlar mamlakatimizning kelajakda rivojlanishiga qaratilgan. Yurtboshimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyevning bevosita rahbarligida tashabbusi bilan jamiyatning kelajagini belgilovchi asosiy omil ta'lim qilib olindi. Prezidentimiz doimo ta'lim, muallimni bejizga qayta takrorlanmaydi. Jamiyatimizning asosiy rivojini, iqtisodiy poydevori bugun qurilsa, shu poydevorning ustida bino qurish hozirgi ta'lim olayotgan yoshlarga intellektual salohiyatiga bog'liq. Bu uchun
hozirgi yoshlarimiz ma'nan yetuk, jismonan barkamol bo'lib yetishmoqi kerak. Yoshlarimiz ma'nan yetuk bo'lishi, jismonan aytaylikki baquvvat, sog'lom bo'lib shakllanishiga mamlakatimizda juda katta imkoniyatlar yoshlarga yaratib berilgan. Masalan, maktabdan tashqari sport maktablarini tashkil etilganligi, bolalarni sog'lomlashtirish, barcha aytaylikki sohalarda, mana sportda ham, ta'limda ham katta o'zgarishlar bo'lib kelyapti. Mana birgina o'zim ishlagan va o'zim o'qigan maktabda bugungi kunda shunday borib, qaytadan o'qituvchi bo'lib ishlashni, qaytadan o'quvchi bo'lib o'qishni men masalan juda bir xohlab qolaman-da, shunday imkoniyat. Lekin mana shunday imkoniyatdan o'rinli foydalana olinyaptimi degan o'z-o'zidan savol tug'iladi. Yoshlarimizni ta'lim olishga nisbatan loqaydligi. Bunga asosiy sabab ota-onalarni maktab bilan bog'lanmaganligi, bolalarni kelajakda ta'lim olishga qiziqmaganligi deb ko'rsataman. Undan keyin har bir xonadonda biz yoshligimizda nafaqat maktabdagi darsliklar, o'zimiz qiziqqan fanlar bilan cheklanib qolmasdan, albatta badiiy mutolaa, takror etaman, badiiy mutolaaga juda qiziqqan edik. Man tengi hozirgi kishilar o'sha yoshligida o'qigan Abdulla Qodirning O'tgan kunlar, Mehrobdan Chayon, Oybek asarlarini, Erkin Vohidov she'rlarini, Abdulla Oripov she'rlarini, Halima Xudoyberdiyeva she'rlarini hozir ham yoddan xohlagancha aytib berish mumkin. Hozirgi yoshlarning oldiga borib, biror bir shoirdan, avvalo shoirni o'zini shoir bilan yozuvchining farqiga bormaydi. Birorta she'r yodlash va yoqqa tursin, bitta kitob o'qimaganiga bu achinarli hol albatta. Shunday bo'lishiga qaramasdan, men bir narsani baralla ayta olaman. Ilm olishga, ta'lim olishga qiziqqan yoshlarimiz mana shu ijod maktablarida, fanlarni chuqur o'zlash uchun maxsus maktablarda o'qib, ta'lim olib, oliy o'quvchilarga kirib o'qib, jamiyatimizga, xalqimizga, vatanimizga xizmatga shay yoshlarni ham ko'rib men quvonib ketaman. Jamiyat mavzusiga bekorga to'xtalganimiz yo'q. Albatta, jamiyat tushunchasini o'zi bizning vatanimiz uchun, O'zbekiston uchun juda ham muhimdir. Agar jamiyatimiz, o'zbek xalqi, o'zbek jamiyati ma'nan, saviya jihatdan yetuk bo'lsa, uning farzandi ham xuddi shunday, bundan-da ortiq yetuk bo'lib tarbiyalanishi kerak bo'ladi. Yetuk tarbiyalangan farzandlar, yetuk tarbiyalangan yoshlar albatta O'zbekiston vatanimizni yanada yuksak cho'qqilarni egallashiga sababchi bo'ladi. Jamiyat deganda shu jamiyatga to'xtaladigan bo'lsak, jamiyatimizni muhitida o'zi. Oddiy qilib masalan, qishloq o'rta maktabi, umumta'lim maktabi bilan ixtisoslashtirilgan maktabni oladigan bo'lsak, masalan men ikkita maktabda ham o'qib, shu yerning muhitini, o'sha yerlarning muhitini tahlil qilganman. 3 yil ixtisoslashtirilgan maktabda o'qisam, qolgan o'quv yilini oddiy maktabda, ya'ni umumta'lim maktabida davom ettirganman, hozir ham davom ettirib kelyapman. Ixtisoslashtirilgan maktabda shunaqangi o'quvchilar shu yerga kirdimmi, shu yerda o'qib, albatta yuqori darajali oliy o'quv yurtlariga kiraman degan g'oya ustun bo'ladi ularda. Oddiy umumta'lim maktablarda kelib muhitni agar tekshiradigan bo'lsak, o'quvchilarning xayolida mayli kerak emas, men o'qimayman yoki agar oilamni kelajakda biror nima qilib o'qiy olaman yoki migrant sifatida Rossiyaga ishlashga ketaman kabi g'oyalar ustun bo'ladi. Aynan mana shu yangi ixtisoslashtirilgan prezident maktablari, prezident maktab agentliklarining kirib kelishi ham, yangidan tuzilishi, yaratilishi ham bu albatta yoshlar muhitini rivojlantirishga, yoshlarni ma'naviy, ilmiy, hamsaviy jihatdan rivojlantirishga juda katta hissasini qo'shmoqda deb o'ylayman. Ixtisoslashgan maktablarda asosan ma'lum qiziqishi bo'lgan va kelajagini qat'iy belgilagan yoshlar o'qiydi faqat. Ularning maqsadi faqat ta'lim olish, ilm olish va o'zining kelajagini mana shu ilm bilan bog'lagan yoshlar o'qiydi. Umumiy o'rta ta'lim maktablarida turli xil qiziqishlarga ega bo'lgan, turli xil fikrlarga ega bo'lgan yoshlar ta'lim oladi. Endi mana shu ixtisoslashgan maktablarda ta'lim olganlar albatta deyarli 100%
ular o'z maqsadlariga erishadi va oliy ta'limga o'tadi. Umumiy o'rta ta'lim maktablarida turli xil qiziqishga bo'lgan. Bunga masalan aytaylik, bir narsani aytaylik. Yuqorida mana ko'p ta'kidladinglar sizlar, ustozga baralla ikki qo'ysangiz qo'yavering, menga sizni bahoyingiz kerak emas, men sizni faningizga qiziqmayman deganlarni 5 yildan keyin ularning ahvoli yaqqol namoyon bo'ladi. 5 yildan keyin qanaqa hayotda og'ir qiyinchiliklarga duch kelishi va hokazo. Buni yana takror aytaman, asosiy sababi ustozni mensimaslik, ustozga nisbatan aytaylikki, hozir sizlarni ta'birlaring bilan, tillaring bilan aytganda ota-onani o'zi qo'shilib, bolasiga qo'shilib, ustozga mensimasdan, bepisandlikni qarash, hatto yoqasidan olishgacha borib yetyapti. Bu aytaylikki, ustozni ranjitgan, ustozga nisbatan behurmat bo'lgan o'quvchi, ta'lim oluvchi yoki ota-ona o'sha farzandining kelajagini barbod qildi. O'sha kunni o'ziga shu holati bilan, shu harakati bilan farzandining kelajagini barbod qilib qo'ydi. Xalqda shunday naql bor, ustoz rozi, Xudo rozi. Hatto Hazrat Navoiy aytadiki, magar shogird shayxul islom, magar qozidir, ustoz andan rozi, Tangri rozidir deydi. Ana shuning uchun aytaylikki, Allohning roziligiga ham erisha olmaydi ustoz ranjitgan va o'zining maqsadiga ham erisha olmaydi. Ustozga nisbatan hurmat juda hurmati kuchli bo'ladi. Mana ixtisoslashgan maktablarda o'qiyotgan, ta'limga qiziqqan bolalar, o'quvchi yoshlar ustozning o'gitlarini olib, yo'l yo'rig'ini olib, mana o'qishga kirib, kelajagiga, albatta kelajagiga zamin yaratib boryapti. Ustozga nisbatan behurmat bo'lish. Endi shoyatki men bir narsadan xursandman. Men ta'limda 41 yil ishlagan bo'lsam, o'sha davrga nisbatan keyingi 7-8 yil oralig'ida o'qituvchilarga shunday katta imkoniyatlar yaratildi. O'qituvchining sha'ni, qadri ulug'landi bugun jamiyatimizda. O'qituvchini, ustozni qadri ulug'langan jamiyatni kelajagi bo'ladi albatta. Mamlakatimizda ortga qaytmas keng islohotlar olib borilyapti. Mana bu islohotlar o'zini natijasini ko'ryapti. Keyingi 7-8 yil orasida O'zbekiston 100 yilga ham erisha olmagan katta yutuqlarga, imkoniyatlarga erishdi. Jamiyatimiz rivojlanib boryapti. Albatta jamiyat kishilar bilan jamiyat hisoblanadi. Shuning uchun ham biz bu jamiyatni kishilik jamiyati deymiz. O'zi jamiyat so'zi arabcha so'z bo'lib, jamlangan degan, to'plangan shu bir guruh tushuniladi. Mana shu bizni jamiyatimizda bugun ijtimoiy sohada katta ishlar olib borilyapti. Shuning uchun ham O'zbekiston Respublikasining yangi tahrirdagi konstitutsiyasida O'zbekiston Respublikasi ijtimoiy davlat deb bejizga yozib qo'yilmagan, o'qilib qo'yilgan. Shu jarayonda bir narsani aytib o'tish kerak. Jaholatga qarshi ma'rifat bilan degan tushuncha keng ommaga yoyilgan. Ma'rifatli, qancha biz ma'rifatli bo'lsak, jaholat shunchalik chekinadi. Ma'rifatli bo'lmoq uchun ta'lim olmoq kerak, o'qimoq kerak, badiiy mutolaa bilan shug'ullanmoq kerak. Har bir uyga kamida har oy 2 tadan kitob kirib borsa, bir yilda 24 ta kitob kirib kelgan bo'ladi. 24 ta kitob degani bu o'sha xonadonni, o'sha oilani mo'jazgina kichik bir kutubxonasi degani. Kitobga anchagina mehr qo'yganingizni bilamiz. Hozir ham so'zlaringizdan bilib turibmiz. Shunga yarasha savollarimizni kutganmiz. O'zbek jamiyatida kitob o'qishning o'rni qanday deb o'ylaysiz? Aslida qanday bo'lishi kerak? Men bu savolga javob berishdan oldin O'zbekiston qahramoni, O'zbekiston xalq shoiri Erkin Vohidovning Hozirgi yoshlar degan she'ri meni yodimga tushdi. Garchi she'r 1973-yilda yozilgan bo'lsa-da, hozirgacha o'zini aytaylikki g'oyaviy mazmunini yo'qotmagan dolzarb holatlar tilga olinganligi ko'rinib turibdi. O'z g'oyasi bo'yicha she'rda shunday timsol bor.
hali chol irg'ay asosini, ya'ni hassasini qari tolga suyab, cho'payada astagina o'tirib, uf tortib, yoshlarni, hozirgi yoshlar bilan o'zini yoshligini solishtirar ekan, shunday jumlalar yozilganda, yana der, bo'sh qolsak tunlar bo'lib jam, chor darvish o'qirdek qurshab tanchani, ular tanimaydi huvaydoni ham, ertayu kech o'ylar kino tansani. Yana der, eslar xayoldan o'tkazar 41-yil, eslar har yon olov, o't ichra dunyo, deb urush davrini eslayib, bir shunday xayol qiladi. Endi shu o'rinda yana bir joyda, mana shu yerda shu she'rdagi quyidagi misralar, ular tanimaydi huvaydoni ham, ertayu kech o'ylar kino tansani. Kitob o'qishdan yiroqlashib, ko'ngil ochar basmi jamshidlarga berilib ketayotganligi meni achintiradi yoshlarni hozirgi kunda. Mana shunday kitobga bo'lgan, mana prezidentimiz dastlab o'zlarining faoliyatini boshlar ekan, birinchi navbatda yoshlarning ta'limiga qaratdi. Jamiyatda kitobxonlikni keng targ'ib qilish uchun aytaylikki, yosh kitobxon konkursini o'tkazyapti. Ko'pgina yoshlarimiz ana shu yosh kitobxonlar konkursiga ishtirok etib, katta moddiy rag'batlantirishga, ma'naviy rag'batlantirishga rag'batlantirilyapti. Shunga qaramasdan hozir yoshlarni kitobga nisbatan bo'lgan qiziqishi hech qachon meni hali qoniqtirgani yo'q. Kitob hozir, lekin bitta holat, katta imkoniyat bor bu uchun. Kitob do'konlari bor, mana tumanimizda 10dan ortiq katta kitob do'konlari bor. Kitob do'konlariga kirsangiz, xohlagan bir aytaylikki jahon adabiyotiga oid, o'zbek adabiyotiga oid xohlagan asarlarni topib olib o'qish mumkin. Lekin kitob do'konlari bilan yo'lmoyan turgan katta kiyim-kechak do'konlariga doim gavjumlik, aytaylikki kitob do'konlarida juda odamlarning kam tashrifi ma'lum qiladi. Ayniqsa mana har bir umumiy ta'lim maktablarida axborot resurslari markazi tashkil etilgan, ya'ni kutubxonalar fonida ko'pgina gohida maktablarda bo'lganimizda mana shunday bir narsa hayratga soladi. Yaxshi o'quv qo'llanmalari, yaxshi badiiy kitoblarning mavjudligi, lekin olib qarasangiz hali u kitob taqiq buzilmagan. Masalan, o'sha axborot resurslari markaziga kirib, o'sha kitob kutubxonalariga kirib, bunday qarab o'quvchilar kartotekasini ko'radigan bo'lsa, juda yo'q, o'quvchilar yo'q, boshqalar yo'q, kattalar yo'q. O'sha qishloq ahlidan ham kelib kitob olib o'qisa bo'ladi. Bunaqa narsa yo'q. Kitobxonlik bizda hozirgi jamiyatda ba'zi shubhashlikka yo'l qo'yadi. Boshlandik. Keyingi savollarimiz o'tadigan bo'lsak, huquq haqida. Nima deb o'ylaysiz? O'zingiz ham ancha yildan beri huquq sohasida faoliyat yuritgansiz. Jamiyatimizning huquqiy savodxonligi va huquqiy tafakkuri qay darajada? Biz bugungi kunda qonun ustuvor bo'lgan davlatda yashayapmiz. Qonun ustuvorligi degani qonun oldida hammaning tengligi, qonun oldida hammani tengligi degani. Qonun oldida hamma teng va barobar degani. Qonun ustuvor bo'lgan jamiyatda yashayotgan ekanmiz, biz birinchi navbatda qonunlarni bilishimiz kerak. O'z huquqimizni bilishimiz uchun qonunlarni o'rganmoqimiz kerak. O'z huquqini bilmagan kishidan hech narsa kutib bo'lmaydi. O'z huquqini bilmagan kishi doimo o'zgalarni yordamiga muhtoj, o'zgalarga mo'tay bo'lib yashaydi. O'z huquqini bilish uchun qonunlarni bilmoq kerak. Bitta aforizm keltirmoqchiman. Sen qonunlarni onangdek hurmat qilsang, qonun seni o'z bolasidek himoya qiladi degan. Mana umumiy o'rta ta'lim maktablarida 8-sinfdan boshlab O'zbekiston davlat huquqi asoslari, konstitutsiyaviy huquq asoslari fanlari o'qitiladi. Bu qonunlarni bebojasini o'rgatuvchi, qonunlarni o'rganishga kirish demakdir. Qonunni bilmoq, konstitutsiyani yaxshi bilmoq kerak har bir fuqaro. Konstitutsiya bu eng oliy yuridik akt bo'lib,
barcha qonunlar mamlakatimizda ana shu konstitutsiya zamirida qabul qilinadi. Shuning uchun 9-10-11 sinfda o'qiladigan huquq fanlari ana shu qonunlarni, konstitutsiyani o'rganadi. Yoshlikdan mana shu huquqiy ta'lim beriladi. Lekin jamiyatimizda huquqiy ta'lim qanchalik keng yo'lga qo'ymasin, xalqimizni, ayniqsa yoshlarimizni, xalqimizni huquqiy savodxonligi va huquqiy madaniyatda pastligicha qolib kelmoqda. Bu nimadan dalolat? Bu hali qonunlarni yaxshi o'rganmalikdan dalolat beradi. Qonunni yaxshi bilgan kishi yo'ldan hech qachon adashmaydi. Qonunni yaxshi bilgan kishi xatoga, kamchiliklarga yo'l qo'ymaydi. Qonunni yaxshi bilgan kishi hech qachon yuqorida ta'kidlangan adashmaydi ham. Bu uchun faqat qonunni bilish bilan cheklanib qolmaslik kerak. Qonunni o'rganib bilgan odam albatta qonunlarga to'liq rioya qilmoqi lozim. Va sizga beradigan oxirgi savolim, nima deb o'ylaysiz? O'zbek jamiyati, vatanimiz yuksak taraqqiy cho'qqalarini zabt etishi uchun nimalar qilish kerak va biz yoshlardan nimalar talab etiladi? Prezidentimiz mo'ljalni nihoyatda katta olganlar, katta marralarni egallashni uchun mo'ljal aniq va katta olingan. Mana shu narsalarni amalga oshirishda fuqarolarimizning huquqiy savodxonligi, ma'rifatli ekanligi, ma'naviyatligi ekanligi bilan belgilanadi. Kelgusida jamiyatimiz bugungi kundanda ortiqroq rivojlanishi uchun ertaga jamiyatimizni kelajagi bo'lgan yoshlarimizga bog'liq. Yoshlarimizni intellektual salohiyatini bilan belgilanadi. Bu uchun yoshlarimiz bugungi kunda mamlakatimizda yoshlar uchun aytaylikki yaratib berilgan keng imkoniyatlardan oqilona foydalanishi, yaxshi ta'lim olishi, o'z ustida ishlashi, badiiy mutolaa bilan shug'ullanishi, bo'sh vaqtlarini mazmunsiz, telefonga bog'liqsiz o'tkazishi belgilaydi. Chunki jamiyatda har bir jamiyatning qudratini o'sha jamiyatdagi fuqarolarni ma'rifat darajasi, ma'naviyat darajasi belgilaydi. Bizda ma'rifat qancha kuchli bo'lsa, fuqarolarimizda ma'naviyat qancha kuchli bo'lsa, jamiyatimiz shunchalik kuchli bo'ladi. Men kelajakda mamlakatimiz kuchli ma'rifiy, ma'naviy fuqarolarga ega bo'lgan, iqtisodiy salohiyati qudratli bo'lgan davlat bo'lishiga ishonaman. Albatta, mana shunday davlat bo'lishini bugungi yoshlarimiz ta'minlab berish kerak. Bejizga yoshlar bizning kelajagimiz deyilmaydi. Aynan shu jihatdan ham, ya'ni biz yoshlar sifatida yelkamizda turgan mas'uliyatni his qilishimiz kerak. Va shu jihatdan ham aynan mana shu yoshlar, Shahrisabz yoshlari faoliyatini bugun birinchi suhbatimiz, birinchi intervyumiz hisoblanadi. Ro'y bergan xatoliklar va kamchiliklar bo'lishi mumkin. Buning uchun kuzatuvchilardan uzr so'raymiz. Aynan mana shu loyihamiz Shahrisabz faol yoshlari, albatta shu loyiha orqali boshqa yoshlarga ham ma'naviy yutuq muhitni tarqatish, kengaytirish masalasini biz o'z o'rnimizga qo'yganmiz. Mana shu jihatdan ham sizning oldingizga keldik va bizni kuzatib turgan yoshlar sizdan o'ylaymanki anchagina kerakli, qiziqarli, foydali bo'lgan ma'lumotlarni olishdi. Buning uchun sizga kattakon rahmat aytamiz. Men o'zimni so'zim oxirida shu narsani aytmoqchiman. Avvalambor sizlarni parvozni keng opchilar, faoliyatlaringga omad tilayman. Va so'zim so'ngida barcha yoshlarimizga men quyidagi kitoblarni kechikmasdan o'qib chiqishlarini tavsiya qilaman. Mana birinchi kitobim
kitob Abduqahhor Ibrohimovni Biz kim o'zbeklar degan kitob. Biz kim o'zbeklar? O'zbek xalqini vujudga kelishi, vatanimizda O'zbekistonda xalqlarni yashay boshlagandan to hozirgi kunga qadar bosib o'tgan keng faoliyatga yoritilgan. Mana shu kitobni o'qigan kishi albatta o'zligini anglaydi. Chunki o'zlikni anglash tarixni bilishdan boshlanadi deydi. Tarix ma'naviyatimiz ko'zgusi hisoblanadi. Ana bu yerda biz kim o'zbeklar, o'zbek xalqini tarixi keng yoritilgan. Va ikkinchi tavsiya qiladigan kitobim Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf Hazratlarining ijtimoiy odoblar kitobi. Ijtimoiy odoblar. Ana shularni o'qib chiqqan kishi hech qachon kam bo'lmaydi. Ana shu ikkala kitobni o'qishni tavsiya qilaman. Rahmat, sog' bo'linglar. Intihoga shoshilmay turamiz ustoz. Sizga maxsus e'tirofnoma tayyorlaganmiz. Ustoz, siz xalqimiz mehrini qozongan muhim jamoatchi hamda huquqshunos va muhim ma'rifat targ'ibotchisiz. Shu jihatdan ham biz yoshlar sizni e'tirof qilgan holda ushbu faxriy qadrnomani topshirishga qaror qildik. Marhamat. Yoshlar e'tirofi. Ushbu faxriy qadrnoma aziz va hurmatli jamoat faoli Ismoil Meliyev janoblariga yurtimiz ravnaqi, yosh avlod tarbiyasi va xalqimizga ko'rsatgan fidokorona xizmatlari uchun Shahrisabz faol yoshlari tomonidan yuksak e'tirof bilan taqdim etildi. Rahmat. Men tumanimiz yoshlariga omad tilayman. Kelgusi ishlarga muvaffaqiyat. Ana shu sizlarning ishlaringiz rivoji bugungi kunda o'zlaringni tengdoshlaringni ta'lim olishiga, bilim olishiga katta undov va chorlov deb tushunaman. Omad sizlarga. Ishlaringizga omad, muvaffaqiyat tilayman. Rahmat ustoz. Yurtimiz ravnaqi, yosh avlod tarbiyasi va xalqimizga ko'rsatgan fidokorona xizmatlari uchun Shahrisabz faol yoshlari tomonidan yuksak e'tirof bilan taqdim etildi.